Barchaga assalomu alaykum. Siz Zafarolashamiz podkastidasiz. Bugun sizlar uchun shifokor, dermatolog, kosmetolog Muattar Muhiddinov bilan birgalikda suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatimiz ayniqsa dolzarb go'zallik ortidagi marketing qurbonlari, o'zini oqlayotgan trendlar va aksincha muammoli vaziyatlar haqida suhbatlashamiz. Kecha intervyuda oldingiz haqingizda o'rganib, YouTube kanallaringizni o'rganib chiqqanimda dermatolog ekansiz. Aytdim, jackpot dedim. Sizda juda ham yaxshi kombo bor-da. Hozir bizda kosmetolog deganda sertifikat olsa, o'zini kosmetolog his qiladiganlar bor, ayrimlarni tibbiy savodxonligi bor, ayrimlarniki yo'q, lekin biz hammani kosmetolog deb ataymiz. Bugungi podkastimizda sizdan nafaqat kosmetolog, balki dermatolog, shifokor sifatida ham fikrlaringiz biz uchun juda ham qiziq bo'ladi. Asosan biz mavzu atrofida aylanamiz. Qaysi mavzuki, qaysi vaqtda bemor deylik yoki klient stop deyishni bilish kerak. Hozir kuzatishimiz mumkin, inyektsion qaramliklar bo'lyapti, trend orqasidan yugurish degan narsa bo'lyapti. Shifokor mas'uliyati bu yerda qaysi nuqtada o'zini namoyon qiladi? Shular haqida suhbatlashishga harakat qilamiz. Birinchi savolim, dermatolog hamda kosmetolog, bu ikkisi o'rtasidagi bir nozik parda, kesishma qayerda? Qaysi vaqtda biz yo'q, kosmetolog emas, dermatologga murojaat qilishimiz kerak yoki bu vazifani kosmetolog yaxshiroq uddalaydi degan fikr bizda paydo bo'lishi kerak. Chunki biz yuzga nimadir chiqsa ham, boshqa bo'lsa ham, to'g'ri, kosmetolog nima deydi, mo'moyimga yechim qilib beradi degan bir tushuncha bor-ku bizda. Shunaqa. Shu haqda qisqacha fikringiz qiziq. Juda ham kerakli savol. Men ham buni shu Instagram istoriyalarim, sotsial set orqali aholiga tushuntirishga juda ham ko'p harakat qilaman va qiynalaman. Yillar davomida qiynalib kelgan og'riqli tochkam aslida. Dermatolog bu teri kasalliklarini davolaydi. Terida kasalliklar bo'ladi. Kosmetolog teridagi kasalliklar davolangandan keyin ulardan qolgan asoratlarni, ya'ni teri muammolarini kosmetolog hal qila oladi. Kosmetolog u davolaydigan doktor emas. Kosmetolog faqat teridagi muammolar bilan ishlaydigan mutaxassis. Dermatolog teri kasalliklarini davolaydi. Teri kasalliklarini davolash uchun epidanamnez yig'adi, tashxislaydi, laboratoriya analizlariga asoslanib diagnoz qo'yadi-da, undan keyin maxsus davo lecheniyasini yozib beradi patsientga. Ham ichki, ham tashqi lecheniyalarni, davolarni yozib beradi. Kosmetolog esa yuzdagi muammolarni, aytaylik dog'larni, osilishlarni, ajinlarni, teridagi quruqliklarni, qizarishlarni kosmetolog davolaydi. Toshmalar, aytaylik psoriazlar yoki yiringli toshmalarimiz bor, bizani vulgarniy ugrilarimiz bor. Bu narsalarni hammasini dermatolog davolaydi. Patsientlar ko'pincha kosmetologik muammolarda ham dermatologlarga murojaat qilishadi. Dermatolog davolashi kerak bo'lgan muammolar uchun esa kosmetologga murojaat qilishadi. O'zlari mutaxassisni noto'g'ri tanlashadi. Keyin yana kim aybdor? Doktor aybdor, dermatologga kosmetolog natija yo'q. Keyin shuncha aytamanda, sizni davolaydi. Siz mutaxassisni noto'g'ri tanlaganingiz uchun mutaxassis hayron, siz sarson bo'lib yuribsiz. Siz lutchi o'tirib ko'ring, sizni yuzingizdagi muammo kimga tegishli? Dermatologgami, kosmetologga tegishlimi? Chunki hozirgi kunda siz aytganday soha rivojlanganligi uchun har xil kosmetologlar juda ham ko'payib ketgan. Juda ko'p kosmetologlar. Kosmetologiya deganda teridagi muammolarni tuzatishni emas, ko'pincha masalan labga gel quyish yoki botoks qilish o'rgangiz keladi kosmetologlarni. 80% shunaqa. Lekin ular terini davolash kerakligi yoki teriga namlik berish kerakligi, kollagen sintezini yaxshilash kerakligi haqida umuman o'qishmaydi ham, o'ylab ham ko'rishmaydi. Faqat kelgan patsientga qanaqa muammosi bo'lishidan qat'iy nazar faqat botoks yoki lab muolajasini yoki shirilgan yonoqlarni tavsiya qilishadi, bo'ldi. Menga ham keladigan shogirdlar shuni o'rgating deb keladi. Patsientlar keladi, eng og'riqli nuqtasini aytayman, patsientning yuzida dog'lari bor, rozatsiyasi bor. O'zi kasal.
ham dermatolog kerak, ham kosmetolog kerak, lekin Lekin lab patsientni qildirgisi keladi. to'ppa-to'g'ri patsientni xohishi bilasizmi? Peshonam tekis tursin, nasa gubkam to'lsin, labim chiroyli bo'lsin deydi. Opa, bu narsani qilish 15 ming 20 minutlik ish aslida-da. Lekin siz lecheniyaga muhtojsiz. Sizni yuzingiz 2 yildan keyin kuperoz, rozatsiya yuzingiz bilasizmi qanaqa yuzga aylanadi? Teri kanasi uyg'onib ketadi. Ta'sirchanligi oshib ketgan yoki toshmalar chiqib ketadi. Yuzingiz turi ta'sirchan bo'lsa, boshqa turdagi yuzga o'tib qoladi. U teri kasalligi hisoblanadi. Mayli, hozircha mana shu labim qilib berib turing deydi. Mana og'riqli nuqtamiz qayerda. Marketing qurboni bo'layotganlar Juda ko'p. aynan shuni orqasidan sotsial tarmoqlar orqali bo'lyapti deb o'ylayman. Kimdadir chiroyli kartinka, obraz ko'rsa, men ham shuni xohlayman degan tushuncha bor. Buni orqasidan esa bir xil konveyerdagi yuzlar paydo bo'lyapti. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda qarab o'tirganda ko'rish mumkin-da. Qiziq hozir ko'rdim-ku deysiz, boshqa profilga kirasiz. Yuzlari juda ham o'xshash. Qaysi vaqtda marketing qurboni bo'lib qolyapmiz-u? Ayrim kosmetologlarni tavsiya berayotgan muolajalari befoyda yoki aksincha zararli holatlari kuzatilib turibdi. Bu haqda o'zingizni fikringiz yoki misollar, keyslar bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Aytaylik, patsientlarning ko'pchiligi mana hozir Instagram sotsial setda qaysidir bloger yoki misol uchun aktrisalarimizni shu media yo'nalishdagi mashhurlarimiz yuziga qanaqadir protsedura olishganini Instagramda qo'yishgandan keyin bizga keladigan ayollar ham, qizlar ham xuddi shu protsedurani xohlab kelishadi. Lekin o'ylashmaydiki, undan oldin nimadir protsedura olgandir, uni yuzi idealdir, uni yuziga shu protsedura kerakdir. Lekin meni yuzimga o'sha emas, boshqa protsedura kerak degan narsa yo'q. Bu joyda men to'g'riroq aytganimda kosmetologni mutaxassis emas, aholini ozgina tibbiy bilim, kosmetologik bilimini oshirish kerak deb o'ylayman-da. Instagramda reklamada yoki boshqa davlatning reklamasida ko'rgan protsedura uni yuzi uchun emas, uni yuzi uchun kerak bo'ladigan protsedurani, uni yuziga xuddi shunaqa natija beradigan protsedurani mutaxassis tanlab beradi. Mutaxassisni stajiga qarash kerak bo'ladi bu joyda, mutaxassisni qilgan ishlariga qarash kerak bo'ladi. Siz aytgan o'sha konverdagi bir xil bo'lgan yuzlar bu aytaylik, men qanaqa yo'nalishda ishlasam, men shogirdlarim ham shunaqa yo'nalishda ishlashadi-da. Bu kelishadi, ustozi qimmatroq, shogirdiga boraman deyshadi. Shogird ham xuddi shunaqa yuzlarni yaratib paydo qilib beradi. Ayollar o'zlariga kerakli bo'lgan narsaga qiziqishmayapti hozir. O'zini yuzini chiroyli qilishga emas, o'rtog'ini qaysidir aktrisani yoki qaysidir blogerni yuziga o'xshatib bering deb kelishadi. Eng achinarlisi. Bu juda yomon narsa. Aytaman-da, o'zi yuzda asimetriya bor. Alloh shunaqa asimetriya yaratib qo'ygan. O'ng o'pka, chap o'pkamiz ham bittasi 3 qismdan, bittasi 2 qismdan. Bizda asimetriyamiz bor, har xilmiz. Lekin asimetriya bitta odamda bo'lgandan keyin 5 ta odam, 2 ta opa singil bo'lsa, siz bir-biringizga o'xshamaysiz. Har xil yaratgan, lekin siz menga umuman boshqa odamga o'xshatib qo'y deb keldingiz. Men sizni siyratingizni o'zgartirib qo'yadigan mutaxassis emasman. Sizni yuzingizdagi muammolaringizni davolab, sizni 30 yoshda kelgan bo'lsangiz, 40 yosh, 50 yoshgacha 30 yoshligingizni saqlab qolish. Kosmetologiyaning vazifasi shu. 30 yoshda kelsa, 40, 50, 60 yoshgacha 30 yoshligini saqlab qolish aslida. Yuzni o'zgartirib qo'yish, kimgadir o'xshatib qo'yish emas. Bilasizmi, mana shu full face protsedurasi trend edi. Hamma fillerlar qildirildi, hamma mana o'g'iljoliklar qildirishdi. Umuman yo'q protsedurada mana shu haqiqatda marketing qurbonlar. 3 yil, 4 yil oldin hamma mana shunaqa o'g'iljolik bilasizmi, men sizga ko'rsatib beraman agar kamerani yaqinroq olsa. Rasmlarda ko'rsangiz, mana shunaqa do olishadi-da, posleni mana bunaqa olishadi. Конечно, o'g'iljolik paydo bo'ladi. 3 yil, 4 yil oldin qilinganlar mana shu joylari gialuronka ko'p qo'yilgandan gialuronka so'rilishi juda ham qiyin gialuronka qo'yishadi. Ya'ni arzon fillerlar qo'yilishadi. Arzon fillerlar bu suyak ko'migiga so'riladi. Mana pastki jag'iga, pastki jag'lari kengayib, o'sha full face qildirgan ayollar hozirgi kunda qarasangiz erkakka o'xshab qolishgan. Ahamiyat berasizmi? Ayolligi yo'qolib qolganda, erkakka o'xshab qolishgan, bir xil yuz bo'lib qolishgan, mimika yo'qolib qolgan. Gialuronka suyakka so'rilib, suyak ko'migida yaxshi yetiladi-da,
kengaytiradi. Ob'yom bergan evaziga yuzlar kichkina, ixcham, chiroyli yuz emas, katta yuz bo'lib qolgan. 3 yil, 4 yil oldin o'zlari yuzlarini full face qilib katta qildirishdi. Endi hozir yana orqaga qaytish. Yana orqaga qaytish uchun endi pul to'lab eritishyapti. Men kulamanda klientlarga mayli, sizlar marketing qurboni bo'lsalaringiz ham marketingni rivojlantirish uchun ham kosmetolog bo'y qildingizlar, eritish uchun ham bo'y qo'yasizlar. Farqi yo'q bizga deyman. Haqiqatda shunaqa. Bu achinarli holat aslida. Ayollar o'zlariga kerakli bo'lgan narsani bilishmaydi-da, normadan oshirib yuborishadi. Ya'ni psixologlar ham aytadi, birovni hayotida yashashadi, birovga havas qilishadi deb. Xuddi shunaqa ne только hayot, ko'rinishda ham havas qilib, kelib yuzlarini o'zgartirib, kesib, tiktirib, har xil narsa qilib yurishibdi. Men yaqinda eshitdim, Chilonzorda kosmetolog, Chilonzor o'sha tumanlar sudida bo'lgan ekan shu voqea. Kosmetolog yuzlarini kesib, tikib, jarohatlab qo'yganligi uchun sud bo'lib, o'sha kosmetolog turmush o'rtog'i 3 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Kosmetolog o'ziga ham qanaqadir shu jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu joyda nima uchun patsient shu kosmetolog tanlab bordi bilasizmi? Chunki $100 evaziga plastik operatsiya xohlab borgan. Lekin odam o'zi o'ylashi kerak, $100 evaziga, $1,200,000 so'mga meni yuzimni kesib, tikib qo'yishi mumkinmi? $100, $1,200,000 so'm 3 soatlik protsedurasi uchun talab qilayotgan mutaxassis shunchalik arzon joyga borayotganligini patsient o'ylashi kerak. To'g'risida, bu joyda men kosmetologlarni yonini olish emas, patsient arzon joylarni qidirib yuradi. Men aytaman-da, nima uchun siz qilgan filleringiz tez so'rilib ketdi deb qo'yishadi ba'zilar. Chunki siz sog'lomsiz. Men sizga toza gialuronka qilib berganman. Bizani ham qiladigan preparatlarimiz organizmda vaqtincha o'zini faoliyatini olib boradi-da, keyin chiqib ketadi. Agar preparat toza bo'lsa, 6 oy yoki uzog'i 1 yil ichida so'rilib to'liq chiqib ketadi. Agar preparat toza bo'lmasa, nekачественный preparatlar ko'p hozir bozor, qora bozor tiqilib ketgan O'zbekistonda. Nekачественный preparatlar 2-3 yil, 5 yil ham turadi. Shunaqa lablar keladi, 10 yil bo'ldi qildirganimga deydi. 10 yil davomida gialuronka organizmda turmaydi. O'sha u gialuronka emas. Tasavvur qiling, sizning organizmingizda boshqa narsa turibdi 10 yil davomida. Shu uchun gerpes chiqadigan bo'lgan, yallig'lanadigan bo'lgan, milklari tez-tez qonaydigan bo'lgan. Keyin shun patsientdan so'rayman, tilingizni chiqaring, tillari qurib qoladigan bo'ladi, ko'z skleralari sarg'ayib qolgan bo'ladi. Nima protseduralar olgandingiz desam, ko'zini tagiga filler, shochkasiga filler, nasogubkasiga filler, yuziga 10 grammdan ortiq filler qilinganda, lekin bu shunda mayli 10 yil emas, 2-3 yil davomida hali ham turibdi. Unaqa bo'lishi umuman mumkin emas. U preparatni ishlab chiqarib, bo'ldi organizm chiqarib tashlash kerak. Bizning organizmimiz shunaqa narsa ozgina zirabcha kirsa ham nima bo'ladi? Chiqib ketadi. U yoqmaydigan ovqat yesa ham organizm shunaqa o'zini o'zi tozalash xususiyatiga egada, miyada refleks bor, qayd qilib chiqarib tashaladi. Lekin ana prostoy qora bozordagi preparatlar yillar davomida turadi. Patsient xursand. Ko'zim tagi ko'karib qolgan, lekin yaxshi deydi, to'lib turibdi-da deydi. Ko'z tagiga qarasangiz, ikkita yog'och tiqib qo'yganga o'xshagan mamnuqa holat. Labga qarasangiz, lab ham shochkalar ko'tarilgan, siz aytganga o'xshab shu bir xil yuzlar. Shifokor sifatida eng keraksiz muolaja sifatida qaysilarini ayta olasiz? Ammo trenddagi. Eng keraksiz muolaja shochkani ko'tarish, ko'z ostiga gel qo'yish. Eng keraksiz muolaja ko'z ostiga gel qo'yish. Ko'z ostiga hech qachon gialuronka yoki fillerlar qo'yilmaydi. Chunki bizning ko'zimiz atrofida yog' qavati yo'q, yaxshi rivojlanmagan. Peshonamizda kamroq, burnimizda kamroq, yonoq qismlarimizda ko'proq. Nima uchun aynan gelni oldim? Birinchi o'rinda ko'z atrofimizda yog' qavati juda ham kam rivojlanganligi uchun, gipoderma bo'lmaganligi uchun gialuronka bu biza filler visokomolekulyarniy gialuronoviy kislotada bu qaynatib quyultirilgan suv. Bu suvni hech qachon bu обработка qilib ishlab chiqara olmaydi. U
qayta ishlab bera olmaganligi uchun siqilib qoladi. Konyuktivamizda shunaqa og'irliklar beradi mana shu fillerlar. Patsientlar mana shu podkastda chiqqandan keyin kimda ko'zini tagiga filler qo'yilgan bo'lsa, обязательно ko'karib ertalab uyqudan turgandan keyin shishadigan holatlar bor. Chunki bizning shilliq qavatimiz mana ko'zimizni ochib yopganimizda ikkita qovog'imiz namlashi kerak skleramizni. Ko'zimiz har doim ochiq tursa qurib qoladi. Mana bu filler o'tkazuvchanlikni to'sib qo'yadi. To'sib qo'yganligi uchun qon aylanishi, sirkulyatsiya yaxshi bo'lmaydi-da, patsient mamnaqa qilib ko'radigan bo'ladi. Buni bevosita ko'rishga ham ta'siri bor, konyuktivani quruqlashishiga ham ta'siri bor. Ko'zini pastki joyda filler qilgan patsientlarimizga qarasam, qorayib, shishib, atyoq bo'lishdan qat'iy nazar, sklerasida quruqlik va sariqlik bor. Ko'zingiz yaxshi oching, yuqoriga qarasam, yuqoriga qarashga qiynaladiganlari bor. Lekin buni patsient tushunmaydi. Men doktor sifatida bu narsani orbicularis oculus bor, ko'z aylana mushagini qiynalayotganligini harakatidan tushuna olaman. Eng asoratlari ko'p va organizmga zarari juda ham bizning organizmimizga xavfli bo'lgan protsedura ko'z ostiga filler qo'yish. Tushunarli. Uguljali. Uguljali qilishadi. Uguljalikda gialuronka qo'yishadi-da, mana shu yuqori joyida so'lak bezimiz bor. Bu so'lak bezi biz uchun kerak. Bu juda ham muhim, bu ovqat hazm qilishda, ishtahada, buni organizmda vazifalar juda ham katta. Lekin aynan fillerni mana shu joyga qo'yishadi. Tabiiyki, bu filler so'rilayotgan vaqtida so'lak bezi ham shu gialuronkadan oziqlanadi. Bizning organizmimiz Alloh tomonidan shunaqa chiroyli yaratilganki, doimiy o'zini faoliyati uchun motorga o'xshab ishlab turadi-da. Agar biz unga uni faoliyatini yengillashtiradigan nimadir qo'ysak, o'sha to'xtab qoladi. Boru deydi. Mana shu bori mana shu yerda deb qo'yadi. U uguljalikni men hech qachon bironta shogirdimga ham, bironta patsientimga ham tavsiya qilmayman. Chunki bu odamning o'zini mana bo'yin platizmalarini ko'tarib, trapetsiya mushaklari bilan ishlanganda o'zi chiqadigan narsa. Mashq qilsa bo'ladi-da. Har yili bitta trend chiqadi. Qaysidir yil mezoterapiya urfga kiradi, qaysidir yili biorevitalizatsiya, qaysidir yili polimolochka. Har yili qaysidir trend bor-da. Bularning orasidan qaysi biri biz uchun marketing, qaysi biri biz uchun rostdan must have life hacklar sarasiga kirishi mumkin. Mezoterapiya foydali, biorevitalizant foydali. Даже mezoterapiya biorevitalizatsiyani kuchi yetmaganligi uchun avtorskiy kokteyllar chiqdi. Polimolochka ham foydali, lekin kimgadir foydali. Hammaga ham bir xilda emas. Kimgadir mezoterapiya, kimgadir biorevitalizant. Polimolochka qachon mezoterapiya, biorevitalizantlar, pedirinlar quydirib sog'lom bo'lgan terini sog'lomligicha lifting qilib ushlab olish uchun nitlarsiz, fillerlarsiz sog'lomligini ushlab qolish uchun polimolochka qilinadi. Luboy yuzga ham polimolochka qilish umuman noto'g'ri. Hozirgi kunda bular nima uchun trendga chiqib ketdi? Chunki yaqinda ham o'zim bitta post qo'ydim. Baliq yog'i, lasos spermasi deyshadi ukolni. Unaqa narsa yo'q, fanda yo'q unaqa narsa. Lekin buni bitta bloger, rahmat o'sha blogerga rahmat dedim. Nima uchun aytaman? Hozir aytaman, nima uchun rahmat deganim? Chunki kosmetologga bordi. RF lifting protsedurasi, o'sha morfus protsedurasi, o'shani qilib, mana shu lasos spermasidan olingan protsedurani qilganligim uchun yuzim yaxshi bo'ldi dedi. Odamlar shunaqa narsaki, 2017-yilda RF lifting apparat olganman-da. RF lifting nimaligini tushuntira olmaganman klientlarga, tavsiya qilganman, tushuntira olmaganman-da, o'sha xonamda turibdi hali ham. Rahmat o'sha blogerga nimaligini odamlarga tushuntirgani uchun hozir RF liftingiz bormi deb kelishadi. Men sizga 3 yil oldin aytganman, RF lifting apparatdan qilay deganimda, o'shanda bilmagandim, bloger aytdi-da deydi. Bizning jamiyatimizda buni kosmetologlar, mutaxassislar trendga olib chiqmaydi. Odamlarni o'zi trendga olib chiqadi. Nima uchun deganda, mana ilmiy tasdiqlangan preparatlarni yoki protsedurani patsientga tavsiya qilishimizning foydasi yo'q. Odamlar ilmiy isbotlangan preparatlarni, protseduralarni yoki men o'zimni keyslarim, do'y postillarim bor, opa, mana shu desam, mayli, lekin ana bloger yuziga qilgandan qilib bering deydi. Qaysidir bloger, men blogerlarni yomonlamoqchi emasman, rahmat shularga. Mana ularga to'g'ri yo'nalish tushuncha berishimiz kerakdir ehtimol.
o'sha bloger aytgan edi-da deydi. Unga ishonishadi. Aytaman, "Opa, u mutaxassis emas-u, uni yuziga o'sha kerak bo'lgandir" desam, "Yo'q, o'shan oldida yuzi zo'r bo'lib ketdi-da" deydi mana. Aholi u trendga chiqaradi. Uni kosmetologlar trendga chiqara olmaymiz xohlasak ham. Aholi o'zi kimnidir ko'radi, kimgadir protsedura qilgan reklama qiladi, reklamaga ishonib qoladi. Marketing qurboni ham aholini o'zi. Noto'g'ri tanlashadi mutaxassisni. Ozgina o'qib ko'rishmaydi. Aytadi, lasos spermasi deb hamma joyda shov-shuv bo'ldi. Eng achinarli holat bilasizmi? Kosmetologlar menga telefon qiladi-da, "Mo'tarma Xudoyimni, o'sha lasos spermasi qaysi preparat nomini aytib boring" deydi. Oddiy pedirin, polidezoksiribonuklein kislota, lasosdan olingan, qayta ishlangan, lekin u lasos spermasi ham, lasos yog'i ham yo'q. Prosta u bizning inson organizmiga yaqin o'sha lasos bo'lganligi uchun immuni o'shandan olingan organizmda DNKlarimiz bor, o'rtasida ribosoma hujayralarimiz bor. Ular uziladi, bir-biriga signal bera olmaydi. Yuzingga gialuronka quyding, gialuronka namlikni yaxshi yetkazib bera olmadi, chunki ana DNKning spiraldagi zanjirlar uzilgan edi. Zanjirlarni oldin pedirin bilan bog'laysan, keyin senga protseduralar tavsiya qiladi deb tushuntiraman. Eng achinarlisi kosmetologlar ham blogerlar qaysi preparat desa o'shani so'rashi. Sen mutaxassissan, sen mutaxassis sifatida olib chiq, shu narsani tushuntir. Unaqa narsa yo'q. Omma qayerga borsa o'sha yerda daromad ko'p, shu yerga borgan ma'qul deb Bu vaqtinchalik narsada, mana men ko'pchilik shogirdlarim aytadi, "Nima qilibdi? Siz ham mana shunaqa qilaversiz-chi? Qarang, mana trend bo'ldi, mana shuni qilaylik, palonchi bloger chaqir" desa, "Yo'q" deyman. Blogerlarni, shu mashhurlarni chaqirgan kosmetologlar har doim ularga bepul protsedura qilish yoki nimanidir xalqqa ko'rsatish uchun bitta protsedura bilan o'tirib qoladi. Vaqtincha ular yana klient chaqirish uchun yana pul sarflash kerak. Men necha yildan 15 yillik tajribam bo'lsa, 15 yildan buyon bitta joyda o'tiraman va doimiy klientlarim bor. Menga yangi klient kerak emas, u tushunmaydigan, trendni orqasidan quvadigan klientlarni to'g'risi o'zim ham qabul qilmayman. Mijoz sifatida marketing va tibbiyotni qanday ajratish kerak? Hozir men o'zim kuzatganda e'tibor berdim, kosmetologlar nimagadir Ozempic, Mounjaro degan preparatni u kosmetologlar qiladigan protsedura emas. U endokrinologlar tavsiya qiladigan preparat. Ozempic bilan Mounjaro bu necha yillar oldin bor edi. Bu bor bo'lgan, ishlatib yurilgan preparatlar bo'lgan. Bu O'zbekistonda ham bo'lgan. Buni doktorlar qilishgan. Men o'zimni preventiv kursda o'qiyotgan kursdoshim bir haftada 8 kilogramm ozgan Ozempicdan. Lekin u endokrinolog, o'ziga o'zi nazначение qo'yib qilgan. Mounjaro bilan Ozempicni kim mashhur qilib tanitdi kosmetologlarga yoki xalqqa bilasizmi? Jasmin Nat Plus dedi. Rahmat o'shanga. Mounjaro dedi, Ozempic dedi. Aholi shuni bildi. Lekin unga endokrinologlar aytgan, boshqa mutaxassislar, gastroenterologlar tavsiya qilishganda odamlar eshitishmaydi, ular mutaxassisni eshitishmaydi odamlar. Odamlar har doim hate qilayotgan, PR qilayotgan odamlarni eshitadi. Aynan shu preparatlar qaysi mahalda tibbiy preparat, qaysi mahalda aytaylik tendensiya oqimiga tushib qoldi. Shifokor sifatida qaysi holatda siz bu preparatlar tavsiya qilinishi mumkin yoki qaysi analizlardan keyin deb hisoblaysiz? Aytaylik, Ozempicni bu insulinga moyilligi bor bo'lgan organizm uchun o'zi ishlab chiqarilgan aslida. Chunki insulinga moyilligi bor organizm vaqt o'tishi bilan insulin ham unga ta'sir qilmay qo'yadi. O'shandan keyin Ozempic olishni boshlashi kerak. Lekin bu organizmda glyukoza balansini pasaytirib, glyukozaga moyillikni past qilib bergani uchun organizmda ozish jarayoni boshlanadi. Lekin ozish jarayoni boshlanadida patsient bo'ldi bir haftada 8-10 kilogramm ozdim deb xursand bo'ladi. O'ylab ko'rishmaydiki, yillar davomida yig'ilgan yog' hujayram bir haftada erib ketdi. Organizmga zararli tomoni bor. Sekin-sekin chiqib ketmadi-da, erib chiqib ketdi. Endi qarang, erigan yog' nima bilan chiqib ketadi organizmdan? Yo peshob bilan chiqib ketish kerak yoki qonda xolesterin bo'lib so'rilib ketish kerak. Boshqa qanaqa chiqib ketadi u? U Ozempic yoki Mounjaro olgandan keyin fitnessga bormayapti.
fitnessga borsa ter bezlari orqali chiqib ketadi. Odamlar shu narsani o'ylashmaydi. Yog' qayerdan erib chiqib ketdi, xolesteringa o'tib ketadi. Bularni hozirgi masalan Mounjaro, Ozempic bilan ishlab o'tgan mutaxassislar yoki shuni olib ozadigan klientlar 2-3 yil, uzog'i 4 yildan keyin asoratlarni ko'rishadi. Menga Mounjaro qiling deyishadi-da, ko'pchilik aytadi, Mounjaro nima uchun qilmaysiz? Mounjaro qiling menga ham deganda klientlar yoki kosmetologlardan siz nima uchun Mounjaro qilmayapsiz deb yozganda men bitta javob beraman. Men doktor kosmetologman. Men insonlarning hayotini xavfga qo'yish uchun yoki ularni kasal qilish uchun men doktor bo'lmaganman. Men ularni davolash uchun doktor bo'lganman. Mounjaro bilan Ozempic ham bu trenddagi ozdiruvchi protseduralar, trenddagi. Lekin aslida bular ozdiruvchi protsedura emas. Bu protseduralardan keyin gepatit organizmda rivojlanib ketishi mumkin, chunki ular bevosita jigar bilan ishlaydi. Ya'ni preparatlar hisoblanadi. Jigar bizlarga har doim sog'lom eritrotsitlarni ajratib berish kerak. Yog' erib ter bilan chiqib ketmadi, peshob bilan chiqib ketmadi-da, qonda xolesterin bo'ldi. Qon ham sho'rvaga o'xshagan narsa, sholg'omi bor, go'shti bor, yog'i bor, hamma narsasi bor. O'sha uchun qon bizning immunitetimiz, gormonlarimiz ham qonda oqib yuradi. Butun tanamiz bo'yicha yoqib yuradigan immunitetimizni biz bir haftada, bir oyda ozaman deb xolesterin bilan nima qildik? To'ldirib qo'ydik. Aytaylik, quvur kanalizatsiya deylik, qon tomirimizni qon yuqorida turibdi, trombositlar tarmasida pastda loyqa bo'lib cho'kib turibdi o'sha ortiqcha yog'lari. Buni hech kim o'ylamayapti. Mounjaro, Ozempic bilan ozgan odamlarga yaqin borib qarang, terisini ushlab ko'ring, kачество 0. Juda ham elastikasi yo'qolib ketgan, turg'iri pasayib ketgan. Undan tashqari shilliq qavatlariga qarasangiz, burun, og'izlarni ochib qarasangiz qurish bor, ko'zlarida sarg'ayish bor. Qo'llarini to'liq ocha olmay qoladi ular yaqinda. Mana shunaqa kaftlarini to'liq ocha olmay qoladi, mana shunaqa bo'lib qolishadi. Buni aslashneniyalari Amerikada, Yevropada bor. Bizning O'zbekistonda endi Jasmin aytgandan keyin odamlar Mounjaro, Ozempic olib ozishi mumkin ekan deb qilishyapti. Yillar davomida organizmda yig'ilgan yog', yillar davomida organizmda yig'ilgan xolesterin, buni qanaqa qilib bir hafta, 2 haftada chiqarib yuborishi mumkin bir oyda degan narsani o'ylashmaydi. Qulaylik. Bizning odamlar qulaylikka o'rganib qolishgan. Oson harakat qilmasdan tez natijaga o'rganib qolishgan, shu qulay. Mana shunaqa vaziyatlarda patsientni, bemorni men xohlayman degan talablariga mutaxassis qanday qaror qabul qilishi kerak? Siz o'zingizda keyslar bilan ayta olasizmi? Menda bo'lgan bunaqa holat, patsientim o'zi bu holat menda avgust oyida bo'lgan edi. Shu patsientim sababli men nutritsiologiyada o'qidim. Semizroq ekan, eri har doim shuni semizligidan g'alaba qilar ekan. Erkaklarga barib chiroyli, nozik ayollar yoqadi-yu. Keyin so'radim patsientimdan, sahri yo'q, analizlar topshirib keldi. Lekin asabiy. Nima uchun asabiy? Chunki har doim eri, endi birga yashaydigan eri sizdan har doim nima deydi, ayb qidiraversa, ba'zida odam asabiylashishdan ham ko'p yeb qo'yadi-da. Uyda o'tirar ekan, uy bekasi ekan. Keyin men o'pa bilan yaxshilab gaplashganimdan keyin aytganmanki, mayli, men sizga qilib beraman, lekin 4 yildan keyin siz erta bolalaringiz uylantiraman, kuyov qilib, kelin qilaman, nevara ko'raman, rohatini ko'raman degan vaqtingizda siz sog'lom bo'lmaysiz. Shu narsaga tayyor bo'lsangiz, mayli boshlayveramiz deganimda, nima qilib ossam bo'ladi degan. Organizmda semirish, bu ko'pchilik aytadiki, masalan, ammasi, xolasi semiradi-yu. Aynan shu ayolni muammosi bo'yicha o'zim o'ylab o'tirdimda, keyin preventiv, mana shu anti-age kurs bor, nutritsiologiyada o'qidim. Biza Mendeleyev davri jadvalidagi o'sha 168 ta elementdan iborat biza tuproqdan yaratilgan biza. Bizada mana shular yetmaganligi uchun semirish bo'ladi. Shularni bitta to'ldirib turishimiz kerak-da. Mana shu ayol bilan sog'lom ovqatlanish, keto dieta, boshqa narsalar qilib ko'rgan ekan, vaqtida qilganimda ozdim, undan keyin 2 marta semirdim deydi. Chunki organizm shunaqada, mana shu aytaylik, podborodkangizdagi yog'ingizni eritib berdik biz ukol bilan. O'zimda ham bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Patsientlarda eritib berganimdan keyin patsientni og'zini tikib qo'ya olmayman, ishtahasini. Baribir yeydimi? Organizm mana shu joyda yog' ketdimi? Voy, mana shu joyda yog' eridi-yu. Tezroq shuni to'ldirishim kerak deydi. Kompensatsiya vazifasi bor organizmda. 2 marta ko'p to'ldirgan evaziga patsient nima deydi?
Yog'larim eritgani foydasi yo'q ekan, 2 marta ko'p semirib ketdim deydi. Biza kosmetolog sifatida uni muammosini bartaraf qilib beramiz protsedura orqali, preparatlarimiz bilan. Lekin u uyga ketadi-yu, o'zini olib ketgandan keyin bo'ldi, nafsini tiyish kerak, nimadir kerakli bo'lgan narsalarni ishlatib yurish kerak edi. Men shu patsiyentimga keyin nutritsiyologiyada o'zim o'qidimda ratsion yozib berdim. Ratsionida sariyog'i ham bor, go'shti ham bor, noni ham bor, hamma narsasi bor. Endi haftada 10 kilo, 15 kilo Munjaro Azimpikka o'xshab emas. Mana hozir yanvar bo'lsa, oxir gaplashgan, fevral bo'lsa, oxir gaplashganmiz. Tailanddan kelgan kunimda 9-yanvar ekan. 9-yanvarda kelgandilar 12 kiloga ozgan. Mana 4 oyda 12 kiloga sog'lom ozgan. Lekin o'zidan xursand. Harakatlari aktivni bo'lgan, charchoq ketgan, shunaqa chiroyli ozganki, yuzi ham osilmagan, qorinlari ham osilib ketmagan. Ozgan, semirganda bo'yinlarining orqalari, intimniy zona, qo'llari, qo'ltiq ostilari, tirsaklarida qorayish bor edi, qorinlarida, ko'kraklarining pastida qorayish bor. Ozganda to'g'ri ovqatlanish bilan ozganda, men endi biodobavkalar ham berdim baribir, qorayishlar ham ketgan. Sog'lom ozsa ham bo'ladi, bu uchun intizom kerak-da. Nafsni tiyish kerak. Nafsni tiyish kerak, intizom kerak. Shunaqa. Matarapa, Reels uchun blitz savollarimiz bor. Ketma-ket o'qib ketaveraman. Kollagen rostdan ham eng asosiy komponentmi? Qaysi biri muhim? Inyeksiya, bad orqali yoki tibbiy mahsulotlar orqali? Voy, zo'r mavzuda, bu haqda bir soat gaplashsak bo'ladi. Kollagenni tartibsiz ichish organizmni charchatadi. Kollagen kerak bo'lmaganda kollagenli mezoterapiya olish ham teriga noto'g'ri, nojo'ya ta'sir qiladi. Kollagen oldin unga bir kollagenni dozasi bo'ladi. Sizni og'irligingizga, sizni bir kunlik fizический mehnat qilasizmi yoki o'tirib aqliy mehnat qilasizmi? Sizni sarflayotgan energiyangizga nisbatan uni nutritsiolog o'qigan, bakalavr darajasiga ega bo'lgan nutritsiolog, Instagramdagilar emas. Nutritsiolog sizni bir kunlik kilokaloriyangizni kollagen moslashtirib berish kerak. Zo'r biodobavkadagi kollagen bilan siz to'ldirib olasiz. Faqat o'zingizga mosini ichishingiz kerak. Masalan, kimgadir 200, kimgadir 500, kimgadir 1000, menda 800. Chunki menda ham fizический, ham aqliy mehnat bor. Menda 800 kerak. Bir kunda 800 mg kollagen ichishim shart meni. Bu kollagenni ikkinchi savolim, qaysi biri nima deydi? Ta'sirliroq. Shu joyda inyeksiya orqali qilgan ma'qulmi yoki bad orqali ichib qo'ygan ma'qulmi yoki tabiiy mahsulotlar orqali ham shu normani to'ldira oladimi, bir kunlik normani? Tabiiy mahsulotlar orqali ham to'ldirish kerak. Tabiiy mahsulotlar orqali to'ldirmaganligimiz uchun biz biodobavkalarga o'tirib qolganmiz. Aslida biz ertalab uyg'onganimizdan kollagenli mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak. Chunki kollagen kunni birinchi yarmigacha organizmda so'raladi, bo'ldi. Oddiy mana qishda xolodez, pay, ilik, bularning hammasi kollagen hisoblanadi. Mevalarimizda bor kollagen. Bir narsa aytmoqchi edim, mana shu kollagenda har doim kulaman, shu mavzu ochilsa qayerdadir, odamlar halol, harom deb aytishadi-ku hozir mahsulotlarni. Halol deyishadi-da, lekin ko'pchilik ichayotgan kollagenlari, bilasizmi, cho'chqadan olingan. Halol deb ichishadi. Men aytaman, bu halol, bu harom, mezoterapiya harom, bu narsa harom deyishadi. Aytaman, opa, ichayotgan kollageningiz qanaqa kollagen ichasiz? Menga bering, men sizga hozir shuni aniqlab beraman deyman. Cho'chqadan olinadi, cho'chqaning terisidan olinadi, tovuq terisidan olinadi. Kollagenni biodobavka qilib ichishda A tipi bilan B tipi bor. Ayol organizmi uchun kerak kollagen bor, erkak organizmi uchun kerak kollagen bor. Aytaylik, kollagenni siz nima uchun ichasiz? Sochingiz uchunmi, tirnog'ingiz uchunmi, teri uchunmi yoki ichki organlaringiz uchunmi? O'shanga qarab tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar biz tabiiy mahsulotlardan ichmoqchi bo'lsak, uyda damashni tovuq deymiz, damashni tovuqdan qilingan sho'rva, o'zimiz xolodeslarimiz, o'zimiz pay iliklarimiz, fruktlarimizda, ovuchlarimizda yaxshi kollagenlar bor. Tushunarli. SPF haqiqatan terini himoyachisimi yoki bu ham bir marketing ko'rinishi? SPF ni tarkibiga qarash kerak bo'ladi. SPF ni
sostavini ajratib olish kerakda. Endi baribir buni mutaxassis tavsiya qilish kerak. SPF juda ham foydali va kerakli krem aslida. Chunki bizning terimiz qurishi, qizarishi, toshmalar toshishi, poralar ochilishi, dog'lar tushishi bu tunda bo'lmaydi. Kunduzi yaxshi himoya qilmaganligidan terida muammolar paydo bo'ladi. Yaxshi himoya qiladigan kremlarni olib ishlatsa agar, bitta SPF ni o'zi bilan ham dog'lar oqarib ketgan patsientlarim bor. Yaxshi tanlangan SPF natijasida. Lekin marketingli SPFlar ham bor. Yaxshi SPF baribir har doim kosmetologda bo'ladi, professional liniyada bo'ladi. Chunki maxsus bitta zavodda o'qigan texnologlar immuniy sizni yuzingizni himoya qiladigan SPFlarni chiqarishadi. Kosmetika o'zi brendli kosmetika bor, duty free'da. Faqat brendga pul to'laysiz, nomga pul to'laysiz. Lechibniy kosmetika bor. Bu kosmetologda bo'ladi. Bazarskiy deyman, marketing kosmetika bu o'sha kosmetika magazinlarida, bozorlarda bo'ladigan kosmetikalar bo'ladi. Bular endi marketing uchun ishlab chiqarilgan, lekin marketing uchun ishlab chiqarilgan yoki brendli ishlab chiqarilgan kosmetikadagi SPFlar doimiy ishlatilganda terida qizarish, toshmalar toshishi, terida qurish va hattoki rak kasalligini chaqiradi. Terida rak kasalligini chaqiradi. Chunki SPF ichida ular ko'proq qo'shishadi-da. Kislotali muolajalar hammaga ham to'g'ri kelaveradimi? Kislota, bilasizmi, farmatsevtika bu tibbiyot yo'nalishidagi kasallarni, bizda kosmetologda o'zi kasal kelmaydi, sog'lom odam keladi. Kasallarni davolash uchun farmatsevtika bor. Farmatsevtikadagi kislotalar bular haqiqatda terini kuydiradi va zarari ko'proq. Endi ularning ham ishlatiladigan joyi bor. Kosmetologiya yo'nalishimizda biz farmatsevtikadan hech narsa olmaymiz. Shpris olishimiz mumkin. Bizda kosmosevtika bor. Kosmosevtikadagi kislotalarimiz past dozada qilinadi va terini o'lgan eski qavatini biza 1 yilda 2 marta yoki har yil past protsentda har oyda 1 martadan yangilab turishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, tirnog'imiz o'sadi, olamiz-ku. Terini ham yangilab turish uchun faqat kosmetolog kabinetida pilinglarimiz bor, o'sha kislotli pilinglarimizdan ishlatib turishimiz kerak. Buni ham vaqtida ishlatgandan keyin o'zini maxsus qilinadigan protseduralar bilan qilishimiz kerak. Kunlik parvarishda hozir yana bir trendga chiqqan mahsulotlar bor, niacinamid, retinol shotlari. Juda ham xato. Shu haqida fikringiz, bular must have mi? Retinol bu vitamin A kompleksiga kiradigan preparat hisoblanadi. Buni bevosita ishlatish umuman noto'g'ri hisoblanadi. Chunki retinol vitamin A tipiga kirgandan keyin bilasizmi, terida kuchli dog' yoki qizarish paydo qilish xususiyatiga ega. Hozirgi o'sha trenddagi retinollarni, menda original, bunisi prostoy ekan deb ikkita korobka chiqarishadi-yu, sariq. Uni yaxshilab o'qib ko'rish kerak edi. Uni yaxshilab ishlatayotganlar o'qib ko'rsa, tarkibida gidroxinon bor. Gidroxinon ChatGPTga yozsa ham biladi, teri rakini chaqiradi. Mana nima ishlatishadi marketingga ishonib odamlar. Endi niacinamidni vaqtida ishlatiladigan joyi bor. Niacinamid har kunlik ishlatiladigan krem yoki siviritka emas. Niacinamid bu B guruhi vitaminlariga kiradi. Bu terini tinchlantirish uchun, toniziruit qilish uchun ishlatiladi. Niacinamid professional kremlarda ma'lum bir dozada aralashtiriladi. Har xil o'sha bitta krem, misol uchun oqartiruvchilik ichida tarkibida ozgina niacinamid bo'ladi, lekin bevosita niacinamidni o'zini doktor kosmetolog sifatida ishlatish tavsiya qilmayman. Chunki terini epidermis qavatini juda ham mayinlashtirib tashlaydi-da, bo'ldi, baryer qoladi. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavat epidermis bilan dermani o'rtasida membrana parda borda, o'sha parda qolib ketadi-da, doimiy ishlatilganda yuz kupirozni qizarib turadigan yuzga aylanadi. Uni shu biz davolaymiz, keyin ishlataverishsin. Biz xursandmiz terini mayin qilib qo'yganidan. Xursandmiz, mayin qilsa biz kosmetologlar qalinlashtirib beramiz. Shunaqadek. Tushunarli. Aynan shu trendlar orasida o'zini oqlaganlari ham bormi, shular haqida gaplashsak? To'g'risi, men trendlar orqasidan oqlaganlarni hali eshitmadim. Chunki ko'pchilik aytishadiki, patsientlarim keladida, patsient ham meni xiyonat qiladi baribir menga. Doimiy menga ushlanib bog'lanib qolmaydi. Mendan krem oladi, protsedura qiladi, krem oladi. Keyin 6 oy, 7 oy, 1 yil yo'qolib qoladi, birdan paydo bo'ladi. O'zingiz mutaxassis sifatida bilasiz-ku, siz qilgan protseduradan keyin yuz
mayli o'shan ta'siri ketsa ham oldingi holatiga qaytgan bo'lish kerak. Kimga bordingiz, nima protsedura qildirdingiz, to'g'risini ayting desam, bormadim, ana blogga reklama qiluvdi-da, anaqa kosmetika shop reklama qiluvdi-da, men bunaqa krem oldim deydi. Yuziga toshmalar chiqqan, rozatsiya bo'lgan yokida hozirgi kunda zakritый komedonlar bilan kelishyapti. Endi o'sha brendlarni aytmayman. Juda ham noto'g'ri narsa. Mana oxirgi yillarda xursand qiladigan narsalar ham bor. Kosmetika sotadiganlarni insoflilari kelib hozir o'qib, o'rganishyapti-da menda. Tanxiddinimdan nima? Menga sostavlarini ayting. Men o'sha sostavlar bo'yicha shunaqa narsa olib kirmoqchiman-da, Koreyadan deb. Unga tushuntiraman. Siz sostav o'rganishdan oldin siz teri muammosini aniqlashni o'rganing. Chunki niasinamid qaysidir tip kojaga aytaylik, bo'z trenddagilar. Retinol qaysidir tip kojaga bechara klientga siz tavsiya qilayotgan vaqtingizda magazingizga kelgan vaqtda, yo'q, bu siz yuzingizga emas, to'g'ri, retinol hozir trendda, bu sizga emas. Sizga mana bunisi deyishni o'rganish uchun siz teriga diagnoz qo'yishingiz kerak, terining muammosini bilishingiz kerak. Lekin bor kelib, o'qib, o'rganadigan shunaqa sotuvchilarimiz ham bor, yo'q emas. Endi soha rivojlangani sari konkurensiya bo'lyapti. Chiroyli konkurensiya qilaylik deb yaxshi qizlar ham bor. Tabiiy go'zallik sekin-sekin yana qaytyapti degan o'zim ham kuzatdim shu narsani. Individuallikni qaytadan tiklash imkoniyatimiz bormi? Individuallikni обязательно qaytadan tiklash imkoniyati bor. Mana o'sha hozir patsientlar keladida, lablarini eritishga keladi, botokslarni eritishga keladi, fillerlarini, mamnuqa katta shochkalarni eritishga kelishadi. Oldingidaqa qilib qo'ying, mamnuqa yosh qizcha qilib qo'ying, tabiiy qilib qo'ying. Mana rastushovka tatuajlarni o'chirtirishadi hozir, kipriklar ektirishadi, kiprik ektirishmay qo'ydi ko'pchilik. Tabiiy usulga qaytyapti ayollarimiz. Bu juda ham xursandmiz. Endi individuallikni ushlab qolish uchun menimcha hozir aholimiz tayyor emas baribir. Baribir trend, kimdir nimadir qilsa, shunga qarab yugurishadi. Endi hozir trendda polimolochka bilan nitlar chiqqan. Oldin fillerlar edi, hozir nit bilan polimolochka. Mana 1 yil, 2 yil oldin rosa hamma nit qo'yishni o'rgatadigan bo'ldi. Nit eng zo'r nit qo'yuvchiman yoki nit qo'ydirdim. Nit bo'lib ketdi-da kosmetologiyada. Bo'pti, xo'p, mayli qo'yinglar, mazza qilinglar, nitlarni qo'yib dedik. Endi hozir o'sha nitni aslajniyalarini davolab turibmiz. Nitlar ham yuzga ob'yom beradigani bor, pla bor, pudo bor, nitni ham turi har xilda. Nit bu umumiy tushuncha. Uni har xili bor, uni to'g'ri kelgan, kelmaganini qo'yaverishdi. Mana hozir nitdan keyin yuzlar ob'yomli bo'lib ketgan, korreksiyasi avvali buzilib ketgan. Endi mazza qilib davolab yuribmiz. Rahmat shu buzuvchilarga ham. Xalqaro tajribada mutaxassis qaysi vaqt, qaysi paytda stop deyishni bilish kerak. Shu trendlar bo'lgan vaqtda stop deyish kerak xalqqa, lekin bilasizmi, bizada aytdimmi, kasal odam kelmaydi, sog'lom ayol chiroyli bo'lish uchun keladi. Chiroyli bo'lish uchun kelganda kosmetolog ham, men ham o'zim kosmetolog sifatida aytaman, yo'q, men sizga bu protsedurani qilib bermayman deb aytaman. Uni patsient o'zi xohlaydi. Juda ham xohlaydigan holatlari bo'ladi. Men ko'pchilik aytadi, siz faqat konsultatsiya berib, uni qilma, buni qilma deysiz, qilib qo'yaverib, pulingizni olsangizchi deb aytadi. Bor patsientlar. Hozir kunda mutaxassislar bilan ishlash kerakmi yoki aholi bilan ishlash kerakmi? To'g'ri, shuni o'rtasidamizda. Shuni o'rtasidamiz. Menimcha, mutaxassis bilan ishlagandan ko'ra aholi tushunish kerak-da. Yo'q, bu protsedura menga kerak emas. Aholi reklamaga emas, mutaxassisni o'zi bilan gaplashib, konsultatsiya olib, keyin protseduraga yozilish kerak. Men mana shunaqa deb o'ylayman. Endi bu ayol kishining psixologiyasi ajoyibda. Juda ham. Qaysidir holatda o'zimizdan qoniqmaymiz yoki ozgina xafagarchilik bo'lsa, yoki kosmetologga yoki stilist oldiga yuguramiz, nimadir o'zgarish qilish uchun-da. Ayrim holatlarda bu meni fikrimcha kosmetologga oldiga nima deydi, kamchilik yoki muammo bilan emas, o'zini qo'rquvlari bilan
borib Shunaqa. qolayotgan holatlar ham bor deb o'ylayman. Yoshlik orqasidan quvish sindromi shu orqali hosil bo'lib qolmayaptimi? Shunaqa. Keladigan patsientlarni mana 70-80% kimgadir o'xshab chiroyli bo'lishni xohlashadi hayotida nimadir nedostatkasi borda, shuni chiroyli bo'lish orqali to'ldirishni xohlashadi ayollar. Eri xiyonat qilgan, eriga yoqmayapti yokida yosh qizlar uchrashuvga onalar olib kelishadi. Uchrashuvga chiqishdan oldin ko'zini tagiga filler qilib bering, shochkalarni qilib bering, podborodka qilib bering, ugiljalik qilib bering. Aytaman, qizingiz o'zi borligicha mana shu qiz bolani o'zini shirin holati bo'ladi-yu. Shuni saqlab qoling, shiringina qiz bo'lib tursin desam, "Yo'q, kuyovimga yoqish kerak." Mana onalarimiz, mana tendensiya. Holatni ko'rdingizmi? Qanaqa holat? Bizga ham hozir ishlash juda oson emas. Juda qiyin. Aytaylik 20-25 yosh qarishga qarshi protseduralarni, muolajalarni olish uchun Juda ham vaqtli. vaqtli. Juda ham vaqtli. 20-25 yoshda qarishga qarshi protseduralarni olib, nitlar, fillerlarni olgan patsientda organizmda qarish o'sha kundan boshlanadi. Chunki biza hujayralardan iborat bizada har bir hujayra yangilanib turish xususiyatiga ega va o'zidan keyin sog'lom hujayralarga yo'l beradi. Organizm o'zi shunga moslashganda, lekin unga qarimasligi uchun, qarishimni to'xtatib qo'yish uchun deb protsedura qildirilgan vaqtda hujayralar ham aytadi, "Voy, keldi-yu" deydi, "Nima qilaman men ishlab endi? Mana ushlab tursin" deydi. Bo'ldi. O'sha vaqt, o'sha soatdan boshlanadi. Shunaqa patsientlarni bilaman. Mana 22 yoshda yuzingizga nima protsedura oluvdingiz desam, kollagen qildiruvdim-da, yuzimga RF lifting qildiruvdim-da deydi. O'lsin o'sha RF lifting bilan kollagen ham. O'zi 22 yoshda kollageningiz yaxshi ishlaydi-yu desam, "Menda kam edi" deydi. Mana ko'rdingiz holat. O'zi qarishni to'xtatadigan protsedura 35 yoshdan keyin qilish kerak bo'ladi. Men haligacha, misol o'zim doktor kosmetolog bo'lsam ham, men haligacha botoks qilmaganman o'zimga. Botoks yomon protsedura emas, eng zo'r protsedura. 30 plyusdan keyin mumkin. Lekin men haligacha qilmaganman. Haligacha men gel ishlatmaganman yuzimga yoki men haligacha nitlar qo'ydirmaganman. Lekin men ko'rinishim o'zimga yoqadi. Men aytaman-da patsientlarga, o'zimga yoqaman, siz yosh qizsiz, sizga nimaga kerak desam, nimaga? Ana kosmetologlarga o'xshab anaqa chiroyli bo'lib, tarrang qilib yuzingiz yurmaysiz deydi. Menga искусственный yuz kerak emas, men doktorman deydi chunki deyman. Yevropaga men doimiy malaka oshirishga o'qishga Yevropaga boraman deb uyalaman. Bilasizmi, nima uyalaman? Men u yerda o'zbekistonlik deb o'ylamaydi hech kim. Искусственный yuzlar keladi-yu, keyin ular so'rashadi-da, "You are from?" deb so'rashadi-da, ular xursand bo'lib aytadi-da, "Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston kosmetologlari mana shunaqa." Yonoqlar, kipriklar, bir xil samuray qoshlar, yaltiragan peshona, lablar. Ro'molda mana bu podborodka tushgan. Hamma biladi. Men jim turaman. Men I'm from Uzbekistan deb aytmayman, uyalmayman. Meni ham mana shunaqa holatga qo'shmasin deb jim turaman. Men shu uchun aytaman-da, shunaqa patsientlarim bor, boshqa davlatga borib o'qib, dam olib keladigan patsientlar kelib yuzlarini eritishyapti hozir gelni. Ko'rishyapti-da chunki. Bu narsa trend emas. Bu искусственный yuzlarni boshqa davlatda hech kim chiroyli demaydi. Biz ham O'zbekistonda endi shunaqa. Inyeksiyalarga aytaylik o'tirib qolish bu psixologik qaramlikmi? Ba'zida psixologik qaramlik. Ba'zida. Inyeksiya terining ikkinchi qavatini, o'rta qavatini yoshartirib beradi. Lekin siz bilan men ko'rib turgan, silab turgan mana bu tashqi qavatimizni emas. Bu tashqi qavatimizni professional ishlab chiqarilgan kremlar, professionalniy kremlar yoshligini, sog'lomligini ushlab qoladi. Eng yaxshi yuzni yoshligini, sog'lomligini ushlab turadigan narsa bu uhod. Uyda to'g'ri tozalash, to'g'ri parvarish qilish, har kungi SPF-ni vaqtida surib yurish. Tonalniy kremlarsiz. Eng yaxshi kosmetologik protseduralar bular mezoterapiya, biorevitalizatsiya, 1 yilda 3-4-5 martadan olish. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas o'zi yuzga. Ayrim paytlarda shu parvarish muolajalari ham, preparatlar ham oddiy aholi uchun biroz qimmatlik qilishi mumkin. Qimmat preparatlar har doim ham o'zini oqlaydimi?
Qimmat preparatlar har doim o'zini oqlamaydi. Qimmat preparatlarni mutaxassis qilgandagina oqlaydi. Aytaylik, patsient uchun qimmatlik qiladi dedingiz-ku. Masalan, Pediarin bu terining ikkinchi qavatida yaxshi so'riladi. Kollagen terining ikkinchi qavatiga umuman kerak emas. Dermalniy sloyda kollagen ishlamaydi. Kollagen baryerda yaxshi ishlab beradi. Gialuronkani ishlaydigan qavati bu. Bularning hammasi mezoterapiya. Igna bilan teriga igna orqali kiritib chiqaradigan protsedurani nomi mezoterapiya. Preparati Pediarin, kollagen, gialuronka deylik, terini har xil qavatida so'riladi bularni. Endi buni mutaxassis bilib qilish kerak. Teri qavatini bilib, aytaylik sizga gialuronka kerak emas. Ona bolamizga ham gialuronka kerak emas. Kimga nima kerakligini, terini muammosini aniqlagan holda teriga kerakli bo'lgan protsedurani qilsa, patsientga u qimmatlik qilmaydi va patsientga u natija beradi. Ko'pchilik mana chistka deydi, 200 ming deydi chistka. Nima 200 mingga chistka deyman? Haqiqatda bilasizmi, chistka bu teridagi o'sha aytaylik komedon, xalq tilida qora nuqtalar deyish, jiraviklar, ortiqcha yog'lar, ularni artib, tozalab, yuvib chiqarib, faqat maska qo'yish emas. Chistka umuman boshqa narsa. Chistkada teridagi eski qavat olinadi. U uneloshkada yoki apparatda teridagi qora tochkalarni, yog'larni olishdan oldin ularning ustidagi qavati bor. U qavatlar olinadi. Terida eski qavat olingandan keyin pH normallashtiriladi. Undan keyin yumshatuvchi gel surilib, yumshatuvchi geldan keyin terini kirlari chiqaradi. Terini kirlari chiqqandan keyin terini kirini ichida ham yacheykalari bor, xaltachalari bor, bo'shliq. Bo'shliqlar yana tez kir yo'q. U kirini tozalamasdan turib maska 10 ta maska, 5 ta maska surib qo'yishni umuman foydasi yo'q. Kir u teri. Uni qora tochkasi bilan yog'ini oldingizda, tozalamagan xaltaga yana qimmat maska surib qo'ydingiz, umuman foydasi yo'q. Uni tozalash kerak, yuvish kerak, kislotada qisqartirish kerak xaltachani. O'shanda pHning ichidan ortiqcha yog' chiqarmaydi. O'shanda pora kichrayadi. O'shanda komedon kamayadi. O'shanda teri yaltirab, chiroyli bo'ladi. Bitta professionalniy zo'r qilingan chistkani natijasi Mezobotics biorevitalizantdan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Chunki chistkada eski qavat ketadi. Yangi sog'lom qavat chiqadi, moslashtiriladi. Dermalniy sloyda oziqlanish bo'ladi. Sivrotkalar suramiz-ku, diffuziya hodisasi bo'ladi terida. Endi toza teriga sursangiz, конечно, boshqa qavatiga kiradi. pH 3-qavatidagi gipoderma normallashtiriladi. Quriyotgan bo'lsa namlantiriladigan pilinglar bu. Piling har doim quritmaydi, namlantiriladigan pilinglar bu. Yog'li yuz bo'lsa, toshmali yuz bo'lsa, pHni tushirib quritadigan pilinglar bu. Chistkada qancha ish qilish kerak aslida. Lekin 200 mingga yoki arzonga qanaqa chistka qilishyapti hozir? Og'riqli joylarimiz juda ko'p. Natijasi ham aynan shunaqa. Mezoterapiya qilishdan oldin ham juda xato qilishadi. Aytaylik, plazma lifting qilishdan oldin ham xato qilishadi. Masalan, har bitta narsani o'zini protseduradan oldin podgotovkasi bilan qilish kerak o'sha narsani. O'shanda chiroyli chiqadi. Menga patsientlar aytadi, plazma lifting. Plazma lifting bu autoimmun terapiya. Auto o'zimniki, immun degan o'zimni qonim immuniteti, terapiya davolayman. O'zimni immunitetim bilan davolayman degan narsa. Siz immunitetingiz o'zingizda turibdi-yu, o'zingiz davolayolmayapti-yu, men plazma liftingingizga qo'shaman. Plazma liftingni ham shu ba'zilar bunaqa deydi. Plazma liftingni PRP terapiya qiling. Ana uchta ikkalasi bor. Plazma lifting, autoimmun terapiya, PRP terapiya, bu nom har xil. Plazma liftingga qachonki yuzga terini muammosini aniqlagan holda kerakli preparat qo'shganda natija beradi. Uni ham qoni quyuq bo'lishi mumkin, suyuq bo'lishi mumkin, probirka tanlaysiz, sentrifugaga uni shkalalari bor. Kimnikidir tez, kimnikidir sekin aylantirishingiz kerak. Chunki qonning tarkibiy qismlari buzilib qolsa, tez aylantirib qo'ysangizda qonni sizga nosog'lom trombosit ajralib chiqadi, nosog'lom plazma ajralib chiqadi. U nosog'lom plazmani teriga quygandan nima foydasi bor? Maza qildim o'zim. Eng oxirgi savolim, kosmetologiyada asosiy qoida nima siz uchun? Asosiy qoida tibbiy bilim.
Asosiy qoida kosmetologiya soat sayin rivojlanyapti. Zo'r preparatlar, zo'r protseduralar chiqyapti bizlar uchun. Tibbiy bilim yetishmaydi ko'pchilik kosmetologlarda. Tibbiy madaniyat, etika, deontologiya men shogirdlarimga birinchi dars o'taman. Tibbiy madaniyat, kosmetolog etikasi, kosmetolog deontologiyasi o'taman. Lekin ularga bu narsani qizig'i yo'q. O'rganish xohlaydiganlarga. Ular tezroq lab pishirish o'rganish kerak, botoks qilish o'rganish kerak-da, ular faqat pul ishlash maqsad qilib keladi. Bu eng xunuk xato mana shunda bo'ladi. Shundan boshlanadi. Biz tibbiy madaniyatimizni oshirsak, mana kosmetologlarga dars beradigan joyda o'zida etikasi, o'zida deontologiyasi bo'lgan, tibbiy madaniyati bo'lgan, haqiqatda kosmetolog diplomi, doktorlik diplomi bo'lgan odam tushuntirishi, dars o'tishi kerak deb o'ylayman. O'shanda bizlarning ham shogirdlarimiz aholiga mana masalan yosh kosmetologlar ham aholiga sifatli tibbiy kosmetologik protseduralarni qilib bera oladi. Shunaqa narsa. Suhbatimizdan shu xulosaga keldim. Har bir shifokor bo'ladimi, kosmetolog bo'ladimi, o'zini qadriyatlari va prinsiplariga ega bo'lishi kerak degan xulosaga keldim. Bugungi suhbat uchun sizga Mudarrib aka kattakon rahmat. O'ylaymanki, bu suhbatimiz nechidir foiz aholimizni bo'lsa ham nafaqat kosmetologik bilim salohiyatini, balki tibbiy savodxonligini ham oshirishga xizmat qiladi va trendlar, marketing orqasidan quvmasdan va ularni qurboniga aylanmaslikka bir foydali tavsiya va ko'nikmalar sifatida dastur amal bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat kattakon.